Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilagan holda men yana dom chiqarishga davom etaman. Termiz shahar Mussaroy protifida, hokimiyat atrofida zudlikda 2 xonali kvartira sotuvda 56 kvadrat, 13 qavatli, 12 qavatli Afg'on german domlarini 8-qavatda joylashmoqda. Subsidiyali kvartira 56 kvadrat zudlikda sotiladi. Mana qaranglar, balkondan qanaqa atmosfera sizlarni qarshi oladi. Balkon ham o'ziga yarasha juda keng. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda nafis dit bilan ishlangan. G'ishlik domlarda bo'lmoqda, eng asosiysi gazi bor. Bu katta mehmonxonamiz yaqinda remontdan chiqdi. Hali hech kim yashamagan, sizlar birinchilardan bo'lib yashaysizlar. Eng asosiysi sanuzel alohida 56 kvadrat 330 million so'm. Ko'rishingiz mumkin bunisi. Bani bo'ladi. Zudlikda sotiladi. Sanuzel alohida dedik. Mana ko'rishingiz mumkin. Oshxonaga o'tadigan bo'lsak, mana shu oshxonani, mana shu tomoniga 30 million so'm desam yolg'on, 25 million so'm mana shu yerga sarflangan. Kuxunni mebel $1000, mana bu yerda 4 millionmi, 5 million, 4 million bo'lsa-da 17 million va mana bu yerda katyol. Qaranglar. Mana katyol qo'yilgan, gazlashtirilgan domlardan bo'lmoqda. O'zi bu uyimiz boshida korobka bo'lgan va korobka holatida mana shu kunga kelguncha uy egalari o'zlari qilishgan. Buni sotaman deb qilinmagan bu domda o'zi. Tashi. Sotiladigan domga bunaqa qilinmaydi, bilasizlar. Zudlikda sotiladi. Boshlang'ich to'lov 220 million so'm deb baholandi. Bankda qarzi bor 330 million so'm. Mana ariston bor, gaz bor, Novostroyga domlar. Yaqinda qo'shnilar ko'chib kelishmoqda. Birinchilardan kirib yashaysizlar. Bu spalni xonamiz bo'ladi. Konditsioner qo'yilgan spalni mebellar hammasi komplekt. 56 kvadrat, 13 qavatli, 12 qavatli domlarni 8-qavatida Afg'on german domlari, g'ishlik domlar gazlashtirilgan. Kommunalkalarda umuman yo'q. Liftlar jeton bilan ishlaydi. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastda qoldirilgan nomerlarga bog'lanasizlar. Bunaqa uylar uncha ko'p turmaydi. Lokatsiya zo'r joyda bo'lmoqda. Salomat bo'linglar.